kimdir qishloq xo'jaligi amalga olishi mumkin. Ular uyini to'g'ri savdo sotiqlarda 18 oygacha mana shunaqa tartibda beriladi. Chorvachilikka necha foiz? Chorvachilikka hozirgi kunda bizda uni ham qanaqalari bor, imtiyozi hozirgi kunda qayta marja stavkasi 14 bo'ldi, 4% marja 18% dan olsangiz bo'ladi. Chekdan olib kelasiz, tartibi bor, u ham uzoq muddatli valyutasi bor, valyuta asosida sharob bermaymiz. Chorvachilikka mo'xshamasa, sharob ko'paytirish, sharob bermaydi mo'xshamasa. Anaqa qilganingiz yo'q, uyda hozir qanaqa? Bolalarimiz, sho'rlarimiz yo'q. Ko'paytirib endi siz endi boshlamoqchisiz-da? Endi boshlamoqchiman sizga aytdik-ku mana. Tezkor aytib keyin bizda moliya ommaboplar bor, tushuntirganimizda 1 milliongacha, 100 milliongacha garov qo'yamiz. Noturar bo'lsa ham mana bo'ladi. Noturar bo'lsa necha kunda chiqadi o'tadi? Kredit hujjat topshirasiz, hujjat topshirganingizdan keyin sizga arizangizni 3 kun ichida javob qaytaradi, beradi, bermaymiz deb. Ijobiy bo'ladigan bo'lsa, bu ham уже notariuslar boshqalar bor, ketadi. Bermasligi ham mumkin bo'lsa. Endi oladigan odam masalan fuqaro sizni kredit tarixingizni ijobiy bo'lishi kerak.